Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoda Urganch shahrida 7 qavatli binomizning 6-qatında 60 metr kvadrat 2 xona kvartal sotuvchi lokatsiya. Doğru Sholkomatal. Görüşler mümkün. Bu tomizda yuridik kollej. College House'da domlamızda joylashgan ekan obunachilarimiz. Xullas, liftlarimiz ishlatib turibdi. Avtoparkovkasi, bolalar o'zining shaxsiy qozonxonasiga. Avtobusumuzda muammo bo'lishi, Damozdan muammo rasmda buyum bozandik. Yangi narsa ekan bu. 18, 19, 7 demesi, 5 demesi, 13 demesi, 28 ning hammasidan muammosiz o'tadi obunachilar. Hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun xullas zo'r darajada challar bilan tushuntirib o'tsak akasi. Podrobni. Kanalimizni yangiza like listdan chiqmasa olasizlar. Hurmatli obunachilar, podizdan görüşler mümkün. Liftdan ishlatib turibdi. Shunda 4 xo'jalikdan iborat ekan. Sotiladigan xonadonimiz chapda joylashgan 60 metr kvadrat. Binomiz 7-8 qavatdan iborat ekan, shu 6-qavat ekan. 60 metr kvadrat. Yana bir aytaman, narxini obunachilar 5 million 500 ming so'm. Narx bola chap tomonda hojatxonamiz joylashgan ekan. Bu yerimizda oshxonamiz joylashgan. Balkona ega. Xullas, bu yerimiz gazımız nechik bo'ladi desa, gaz plita qo'yib berlar, lekin uyning sistemasini ish turib stoyakdan qizadi. O'zining shaxsiy qozonxonasi bo'ladi. Obunachilar shuni aytib o'taylik. Keyin 1,5 yildan keyin polni qizdirsangiz, hozir elektronik kotellar chiqib turibdi, gazsiz, faqat tok tashiydi. Yana nechik. Oshxonamiz ham normalniy, oyoq tili stashga bo'lgan, stashga hozir kudravni ham 15 ming pulni sinaladi. Bu mehmonxonamiz Leader Plus ramla qo'yib o'tilgan. Buanımıza gelsek yine sanıcılığımız bu Spanyol joylashgan. Lokatsiya yuridik kollej, transport kollej, ilgari yuridik kollej, Nurli hayot bu tomondan obunachilar. Ena Nurli hayot görüşler. College House kurgan domlamızda joylashgan ekan. Bundan narxına gelsak 1 metr kvadratı 5 milyon 500 ming. Fakat naq pula. Zudlikdan shashilamiz. Telefon istaman 88 601 70 70 lokat chiqarasiz. Karish top shuni aytib o'tadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.